bo'yanishni, na yasan tusan qilishni bilasan. Men uyga kirganda ko'zi olarib turgan taxtayni emas, chiroyli ayolni ko'rgim keladi. Qachon? Seni kiringni yuvib yurib bo'yanamanmi? Yo bolalaringni orqasidan yugurib yuribmi? Yoki oshxonada yurib kiyinamanmi? Uyni ishlari tugamaydi, maqsad. Sen bilan gaplashgim kelmayapti. Albatta gaplashging kelmaydi, albatta. Men qiziq emasman-ku senga. Bilasanmi nega? Sababi sen alohida rivojlanib ketgansan. Meni bu oshxonaga qamading-da, o'zing bo'lak ketding. Men bu yerda bolalarni tug'arkanman, katta qilarkanman, boqarkanman, uyda o'tirarkanman. Sen bo'lsang yurasan, kimni ko'rsang quchoqlashib. Ularga uylanayotganingizda ularga va'dalar berasizlar. Keyin ayol kishi homilador bo'lib qiynalib yuradi. Keyin farzand ko'rib bolaga qaraydi, yediradi, ichiradi, kasal bo'lsa g'amxo'rlik qiladi. Buning uchun sog'lig'ini, yoshligini sarflaydi. Keyin